O'zbekistonda minglab tadbirkorlar kredit olib, tomiga quyosh paneli o'rnatdi. Sababi davlat ortiqcha elektr energiyani sotib olamiz deb va'da bergan edi. Hatto bu qaror prezident qarori bilan kafolatlangan. Lekin hozir yangi taklif chiqdi. Biznesdan elektrni 800 so'm emas, 250 so'mdan xarid qilish. Muammo shundaki, mutasaddilar yirik xalqaro stansiyalar bilan oddiy tadbirkorni bir xil deb o'ylayapti. Mastar yoki Aquapower milliardlab investitsiya, arzon dollar krediti va davlat kafolati bilan ishlaydi. Oddiy tadbirkor esa qimmat kredit olib, takana narxda uskuna sotib oladi. Bu yerda kognitiv xatolik bor. Miqyosni inobatga olmaslik. Zavod bilan kichik sexni solishtirish. Bu iqtisodiy tahlil emas. Eng katta xato hisob-kitobda. 800 so'mda loyiha 5-6 yilda o'zini oqlardi. 250 so'mda esa 15-20 yilga cho'zilib ketadi. Bu vaqtda invertor ham eskiradi. Panel quvvati ham tushadi. To'g'ri qaror qanday bo'lardi? Kamida avvalgi investorlar uchun eski tarif saqlanishi kerak edi. Yangi qoidalar faqat yangi loyihalarga qo'llanishi mumkin edi. Sizningcha davlat avval bergan va'dalarini o'zgartirishi to'g'rimi?